Bismillahirrahmanirrahim. Padişah Yusuf'ni aldımğa elip kilanglar, onu özümün xas adamım kılıman, dedi. Yusuf onun bilen sözleşivatqanda, o sen bugün bizning aldımızda haqiqatan mertebelik, ishonchlik adamsan, dedi. Yusuf meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, uni obdan saqlay oladigan odamman, dedi. Sura Yusuf 54-55 ayet to'g'risida. Yusuf alayhissalomning padişahning nazaridagi martabasi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda padişahdan xabar berdi. Yusuf alayhissalomning begunoh ekanligi va uning o'ziga chaplangan tuhmatdan pok ekanligi aniqlangan chaqda padişah mundaq dedi. Yusufni oldimga elib kelinglar, uni o'zimning xos adamim qilaman. Ya'ni uni ishlarga maslahat soladigan xos adamim qilaman. Yusuf onun bilan so'zlashayotganda, ya'ni Yusuf padişah bilan so'zlashayotganda, padişah uning alohida ortiqchiligi va qobiliyatining borligini tunib yetib, qaddi qomatlik, axloqliq va kamolatga yetgan yigit ekanligini bilib, uningga mundaq dedi. Sen bugun bizning oldimizda haqiqatan martabalik, ishonchli odamsan. Yusuf alayhissalom meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga qo'ygan. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini bildigan, obdan saqlay oladigan odamman. Ya'ni u o'zini maqtadi. Agar biror odam iqtidorli bo'lib, uning iqtidorini boshqalar bilolmasa, mo'rti kelganda o'zini maqtash durustdir. Yusuf alayhissalom o'zining ishonchli xazinador, mas'ul bo'lgan narsani boshqarishni bildigan, tadbirli odam ekanligini tilga oldi. Yusuf alayhissalom buni faqat ularga o'zlari xabar qilgan ocharchilik yillarining keldiganligi uchun padişahdan o'zini Misr zeminining mahsulotlarini yig'adigan ambarlarga mas'ul qilishni talab qildi va ularga ambarlarni eng ehtiyotkorlik bilan foydali va eng to'g'ri usulda boshqaradiganligini aytdi. Padişah Yusuf alayhissalomning bu talabini qizg'inlik va hurmat bilan qabul qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Biz Yusufni Misr zeminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qiladigan qilib yerlashtirdik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matidan ortiqdir. Sura Yusuf 56-57 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Misrdagi hukmronligi to'g'risida. Biz Yusufni Misr zeminida xohlagan joyda turadigan, mamlakatni xohlagancha tasarruf qilib yerlashtirdik. Ibn Jarir bu oyat haqida mundaq deydi. Yusufni u qiyin ahvolga, zindonga va asirlik hayotiga giribtor bo'lgandan keyin Misr zeminida xohlagan joydan o'rin tuta oladigan qildik. Rahmatimizni xohlagan bandalarimizga erishtiramiz. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Ya'ni Yusuf alayhissalom qarindoshlari tarafidan yetkazilgan arziyatga va azizning xotinlarining sababi bilan zindonda yotganligiga sabr qilganligi uchun uningga beriladigan ajrni bekor qilib o'tmaymiz. Shunga Alloh taolo oxirgi hisobda uningga amonlik, yordam va kuch-quvvat ato qildi. Yaxshi ish qiluvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaymiz. Iymon etgan va taqvodorlik qilganlarga oxiratning savobi albatta bu dunyoning ne'matlaridan ortiqdir. Allah Taala payg'ambari Yusuf alayhissalomga oxiratda tayyorlab qo'ygan mukofotni uningga dunyoda erishtirgan hukmronligi va imtiyoziga qaraganda texmi katta, texmi ko'p va texmi buyuk ekanligidan xabar berdi. Allah Taala Sulaymon alayhissalom haqida mundaq degan edi. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning san bergan keng atoyimiz. Uningda sen xohlagan kishiga bergan yoki bermagan bu haqda sendan hisob ilinmaydi. U bizning dargohimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Sura Sot surasi 39-40 oyatlar. Bu qissani bayon qilishdan maqsad Misr podshohi Rayyan ibn Valid
Yusuf alayhissalomni uni setib olgan va ayoli uningdan munosabat o'tkazishni talab qilgan Misr vazirining o'rniga vazirlik qildi. Podshoh Yusuf alayhissalomning da'vati orqali musulmon bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusufning qarindoshlari kelib, Yusufning qishig'iga kirdi. Yusuf ularni tanidi. Ular bo'lsa Yusufni tanimadi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqlarni tayyorlab bergandan keyin aytdi: "Sizlar mening oldimga oti bir ukanglarni, ya'ni Bunyaminni ilib kelinglar. Mening oshliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyatda mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Agar uni mening oldimga ilib kelmasanglar, sizlarga beradigan oshliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar." Ular: "Biz uni otasidan so'rab seni oldinga ilib kelishga tirishimiz. Biz cho'qib shunday qilamiz" dedi. Yusuf xizmatchilariga ularning oshliq setib olgan mol-mulklarini, yuk-taqinlarini orsiga selib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin dedi. Sura Yusuf 58, 59, 60, 61, 62 oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misrga kelib oshliq elib qaytishi va eng kichik qarindishini elib kelishga va'da qilishi to'g'risida. Sudi Muhammad ibn Ishoq va boshqa tafsirshunoslar mundaq deydi: Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining Misr diyoriga kelish sababi mundaq bo'lgan. Yusuf alayhissalom Misrning vazirlik vazifasini qo'lga oldi. Mo'lchilik bo'lgan 7 yil o'tib ketdi. Orqadan qurg'oqchilik bo'lgan 7 yil keldi. Qahatchilik butun Misr diyorini qoplab ketdi. Bu qahatchilik Yaqub alayhissalom va uning bolalari o'ltiraqlashgan Kanon diyoriga yetib bordi. Shu chaqda Yusuf alayhissalom kishilarning yerdan olgan oshliqini tashkirib chiqib, uni eng yaxshi usulda to'playdi. Shuning bilan u intayin zo'r miqdorda oshliq yig'ib, nurg'un oshliq zapasiga ega bo'ldi. Boshqa yurtlardan kishilar o'zlariga va balchaqilariga oshliq setib olish uchun uning qishig'iga kelib turdi. U bir yil ichida bir odamga bir to'gidan ko'p oshliq bermaydi. U to'g'icha tamoq yemaydi. Yusuf alayhissalom podshoh va ularning askarlari qo'llarida bor oshliqni kishilarga 7 yil muddatgacha yetkazish uchun bir kunda faqat tush vaqtida bir vaqt tamoq yeydi. Bu Alloh taolaning Misr xalqiga qilgan marhamati edi. Oshliq setib olgan kelganlarning ichida Yusuf alayhissalomning qarindoshlari bor edi. Ular otasi Yaqub alayhissalomning buyrug'i bilan oshliq setib olgan keldi. Ularga Misr vaziri kishilarga oshliq setib berdi ekan degan xabar yetib barg'achqa ular oshliq setib olish uchun pul puchaklarini ilib 10 nafar qarindosh tugillariga minib yo'lga chiqqan edi. Yaqub alayhissalom qishida o'g'li Bunyaminni, ya'ni Yusuf alayhissalomning bir onadan bo'lgan qarindishini elib qoldi. Bunyamin Yaqub alayhissalomning Yusuf alayhissalomdan qolsa eng sevimli o'g'li edi. Yusuf alayhissalom vazirlikka xos ravishda hayvat bilan o'ltirganda uning qishig'iga qarindoshlar kirib keldi. U bir qarabla ularni tanib oldi. Ular bo'lsa Yusuf alayhissalomni taniy olmaydi, chunki ular uningdan kichik vaqtida ayrilgan. O'zlari uni karvondagilarga setib etgan. Karvondagilarning uni qayerga olib borganligini bilmagan edi. Ular Yusuf alayhissalomning mundaq martabaga erishganligini xiyoliga keltirib boqmagan edi. Ammo u qarindoshlarini tanib oldi. Sudi va boshqalar mundaq deydi: Yusuf alayhissalom go'yo ularni tanimagandek bo'lib olib, ularga "Sizlar shahrimga nima ish uchun keldinglar?" dedi. Ular: "Ey vazir oliylari, biz oshliq olg'il keldik" dedi. U: "Sizlar josus bo'lishinglar mumkin" dedi. Ular: "Biz Alloh taologa sig'inib josuslik qilishdan panoh tilaymiz" dedi. U: "Qayerdan keldinglar?" dedi. Ular: "Biz Kanon diyoridan keldik. Bizning otimiz Alloh taolaning payg'ambari Yaqub alayhissalomdir" dedi. U: "Uning sizlardan boshqa bolalari bormi?" dedi. Ular: "Ha, biz 12 bola edik. Bizning kichiki uydan chiqib ketdi. Cho'lda yo'qib ketdi. U bizga qaraganda otamizning eng sevimli bolasi edi. Uning bir onadan bo'lgan qarindoshi qoldi. Uning otasi uni yo'qib ketgan boladan ko'nglini tasalli topshirish uchun yenida ilib qoldi" dedi. Ondan Yusuf alayhissalom xizmatchilariga ularni yaxshi yerga o'rnashtirib, yaxshi kutishga buyurdi. Yusuf ularga ehtiyojli oshliqni tayyorlab bergandan, ya'ni Yusuf alayhissalom ularga oshliqni to'liq o'lchab berib, uni uloqlariga ortib bergandan keyin mundaq dedi: "Sizlarning oshliq elayotganlaringlarning rost ekanligini bilishim uchun sizlar degan hiyla ota bir qarindishinglar mening oldim qarindishinglarni mening oldimga elib kelinglar.
Meni ochliqni to'liq o'lchab berayotganligimni va nihoyat mehmondo'st ekanligimni ko'rmadinglarmi? Yusuf alayhissalom ularni oldiga qayta kelishga rag'batlantirdi. Ondan ularni qo'rqitib mundoq dedi: Agar uni mening oldimga ilib kelmasanglar, sizlarga beradigan ochliqim yo'q. Mening yonimga yaqin yo'lamanglar. Ular biz uni otasidan so'rab seni oldinga ilib kelishga tirishimiz. Biz cho'qim shunday qilamiz dedi. Ya'ni biz uni sening oldinga ilib kelish uchun barliq tirishchanligimizni ko'rsatamiz. Bizning aytgan so'zlarimizning rost ekanligini bilish umidini yerda qo'ymaymiz. Yusuf xizmatchilariga ularning ochliq setib olgan mol-mulklarini, yuk taqinlarini orsiga silib qo'yinglar. Ular oilasiga qaytib borganda uni to'nib qaytib kelishi mumkin dedi. Ba'zi tafsirshunoslar mundaq tafsir qilgan. Yusuf alayhissalom ularning boshqa mol-mulk bo'lmay qilib, ochliq setilish uchun qaytib kelolmay qolishidan qo'rqib shunday qilgan dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular otasining yiniga qaytib borganida, "Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Hukmimizni, ya'ni Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shundoq qilsang ochliq ola olamiz. Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. Yaqub ularga aytdi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Men sizlarga va sizlarning uni saqlashinglarga ishonmayman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir." Sura Yusuf 63-74-oyat to'g'risida. Ularning Yaqub alayhissalomdan Bunyaminning o'zlari bilan birga berishni talab qilganligi va Yaqub alayhissalomning javobi to'g'risida. Alloh taolo ular haqida mundaq deydi: Ular otasining qishi qaytib borganida, "Ey otamiz, Misrning podshohi bizga qayta ochliq bermas bo'ldi. Ya'ni agar sen qarindishimiz Bunyaminni biz bilan birga avatmasang, bundan keyin u bizga ochliq bermas bo'ldi. Bunyaminni biz bilan birga avatgin. Shundoq qilsang, biz ochliq ola olamiz" dedi. "Uni biz cho'qim obdan muhofazat qilamiz" dedi. Ya'ni uningga biror ish bo'larmikin deb qo'rqmagin. U sening qishingga salomat qaytib keladi. Bu so'z ularning otasiga Yusuf alayhissalom haqida "Ata uni bizga qo'shib qo'ygin. Yeb-ichib, o'ynab, kulib kirsin. Uni biz cho'qim yaxshi muhofazat qilamiz." Sura Yusuf surasi 12-oyat degan so'ziga o'xshaydi. Shon Yaqub alayhissalom ularga mundaq dedi: "Uning to'g'risida ilgari sizlarga uning qarindoshi, ya'ni Yusuf to'g'risida ishongandek ishonamdim. Ya'ni uningga xuddi uning qarindoshi Yusufga qilganlarga o'xshash. Uni ko'zimda yo'qotib, men bilan uning orasini yiroqlashtirmoqchiman. Allah yaxshi saqlovchidir, hammadan mehribondir. Ya'ni Alloh taolo menga eng marhamat qiluvchidir. U mening yashinib qolganligim, ojizlashib ketganligim uchun rahmat qilib o'g'limni tepishimga yordam qildi. Men Alloh taoladan o'g'limni menga qaytarib berishni va uning bilan meni jam qilishni umid qilaman. Alloh eng marhamatlidir." Bismillahirrohmanirrohim. Ular yuklarini ochganda ochliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Ular: "Otamiz, biz bundan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mol-mulklarimiz bizga qaytarilib berilibdi. Hukmimizni ilib yana borsak, oilamizga ochliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz. Bir to'ga ochliqni ortiq olamiz. Buni, ya'ni bir to'ga ochliq podshoh uchun ozgina ochliqdir" dedi. Yaqub aytdi: "Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, uni cho'qim qaytarib ilib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaycha, uni sizlar bilan birga avatmayman." Ular, ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. Sura Yusuf 65-66-oyat to'g'risida. Yuk taqinlarning orasidan mol-mulklarining chiqqanligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Yusuf alayhissalomning qarindoshlari yuk taqinlarini ochgan chaqda ochliq setib olgan mol-mulklarining o'zlariga qaytarib berilganligini ko'rdi. Bu Yusuf alayhissalomning xizmatchilariga ularning ochliq uchun bergan mol-mulkini ularning yuk taqinlarining ichiga silib qo'yishga buyurgan buyrug'i bilan bo'lgan edi.
Ular mal-mulkni yük taqinlarining ichidan chiqqanligini ko'rganda mundaq dedi: "Atamiz, biz buningdan ortiq yana nima talab qilamiz? Bu mal-mulkimiz bizga qaytarilib berilibdi." Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi: Vazir bizga ochliqni to'liq o'lchab berdi va yana mol-mulklarimizni bizga qaytarib beribdi. Biz buningdan boshqa yana nima talab qilamiz? Hukmimizni elib yana barsak, oilamizga ochliq elib kelamiz. Ya'ni qarindishimizni biz bilan birga avatsang, oilamizga ochliq elib kelamiz. Hukmimizni muhofazat qilamiz, bir tug ochliqni ortiq olamiz. Bu shuning uchunki, Yusuf alayhissalom har bir odamga bir tug ochliq beradi. Bu, ya'ni bir tug ochliq podshoh uchun ozg'in ochliqdir. Ular otasiga aytadiganlarini mushundaq chiroyli so'zlar bilan oxirlashtirdi. Ya'ni bizning hukmimizni ilib borganligimizdan badaliga vazirning bizga beradigan ochliqi ozg'in ochliqdir. Ya'ni vazir uchun arzimas narsadir. Yaqub aytdi: "Bunyaminni qo'g'dash yo'lida hammanglar halok bo'lmasanglarla, ya'ni hammanglar mag'lub bo'lib, uni qutuldirishga qodir bo'lolmay qolgan qadar uni cho'qim man qaytarib ilib kelishga Allohning nomi bilan qasam qilib chin va'da bermaycha, uni sizlar bilan birga avatmayman." Ular ya'ni o'g'illari uningga qasam qilib chin va'da bergandan keyin Yaqub bizning aytgan so'zlarimizga Alloh guvohdir dedi. Ibn Ishoq mundaq deydi: Yaqub alayhissalom ochliq elib kelish uchun ularni avatmasa, boshqa amalning yo'qligini bilib yetganda Bunyaminni ularga qo'shib avatdi. Bismillahirrohmanirrohim. U yana: "Ey o'g'illarim, Misrga hammanglar bir darvozadan kirmay, boshqa darvozalardan kiranglar. Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dabiy qila olmayman. Hukm faqat Allohga xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin" dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dalda bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidni ifodaladi. Xolos, biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Sura Yusuf 67-68-oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning o'g'illarini Misr shahrining boshqa darvozalaridan kirishga buyurganligi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Yaqub alayhissalomdan xabar qildi. U o'g'illarini qarindishi Bunyamin bilan Misrga avatish uchun tayyorlagan chaqda ularning hammasining bir darvozadan kirmay, ayrim darvozadan kirishga buyurdi. Ibn Abbas, Muhammad ibn Ka'b, Mujohid, Razzaq, Qatada, Sudi va bir qancha kishining aytganidek Yaqub alayhissalom ularga ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ular chiroyli kelishgan va qaddi-qomatli yigitlar edi. U ularga kishilarning ko'z tegishdan qo'rqdi. Chunki ko'z tegish rost bo'lib, otliq kishini otdan yiqitalik darajada ta'sir qiladi. Yaqub alayhissalom so'zini davomlashtirib, Allohning qazosi oldida men sizlardan hech narsani dabiy qila olmayman. Ya'ni haqiqatan mundaq ehtiyot qilish Alloh taolaning o'rinlashtirishini va hukmini qaytara olmaydi. Agar Alloh taolo biror ishni iroda qilsa, hech qanday qarshilikqa va to'sqinga uchramaydi. Hukm faqat Alloh taologa xos. Allohga tavakkul qildim. Tavakkul qiluvchilar Allohga tavakkul qilsin dedi. Ular otasining buyrug'i bo'yicha boshqa darvozalardan kirganda, bu Allohning qazosi oldida ular uchun hech narsaga dal bo'la olmadi. Bu faqat Yaqubning ko'nglidagi umidini ifodaladi, xolos. Uning maqsadi bolalariga ko'z tegishni oldini olish edi. Biz Yaqubga vahiy orqali bildirgan edik. Shunga u keng bilim egasidir. Qatada va Savri u bilganini amallashtiradigan odamdir dedi. Ibn Jarir biz uningga ilm o'rgatganligimiz uchun u keng doiralik ilm egasidir dedi. Lekin kishilarning to'lisi taqdirning sirini bilmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular ya'ni Yaqubning bolalari Yusufning oldiga kirganda Yusuf ukasini quchoqladi va men haqiqatan sening qarindishing bo'laman. Ularning bizga qilgan ishlaridan qayg'urmagan dedi. Sura Yusuf 69-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning Bunyaminga tasalli berganligi to'g'risida.
Allah Taala bunda xabar qiladi. Yusuf alayhissalomning qarindoshları onun bir tuqqan qarindoshi Bunyaminni o'zlari bilan birga ilib kelganda, Yusuf alayhissalom Bunyaminni o'zining qishida ilib qilib, boshqalarni mehmonxonaga o'rinlashtirib, ularning sharifiga ziyofat berdi. Ularga urug' tuqqanchilik, mehr shafqat va yaxshilik qilish qatorliq iltifotni nihoyat ko'p ko'rsatdi. Qarindoshi Bunyamin bilan ayrim ko'rishib, uningga o'zining haqiqiy ahvolini va beshidan o'tgan ishlarni so'zlab berdi. O'zining uning qarindoshi ekanligini tonitib qayg'urmagan, ya'ni ularning man qilgan qilmishlaridan hasrat chekmagan dedi. Uni bu ishni qarindoshlaridan yo'shirishga, o'zi deb bergan haqiqiy ishlarni ularga demaslikka buyurdi. Yusuf alayhissalom uni o'z yonida izzat ikrom bilan va hurmat qilish yuzidan ilib qilishga, hiyla ishlatadiganlik haqida uning bilan kelishib oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Yusuf ularni ehtiyojli ochlik bilan ta'minlagandan keyin qadahni fuksining yuki ichiga selib qo'ydi. Ondan bir jakarcha chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'lidi. Karvondagilar ularga qarab, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar?" Ular podshohning tamoq besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir tuga ochlik beriladi. Men buning kepil dedi. Sura Yusuf 70, 71, 72 oyat to'g'risida. Podshohning qadahni qarindishining yuktiqining ichiga selib qo'yishi va uni bu hiyla bilan tutib qilishi to'g'risida. Yusuf alayhissalom ularga bergan ochlikni tayyorlab, uni ularning to'g'illariga artayotgan chaqda ba'zi xizmatchilarini podshohning qadahini qarindishi Bunyaminning yuktiqining ichiga selib qo'yishni buyurdi. Ko'pincha tafsirshunoslarning so'ziga qaraganda u kumush qadah edi, oltin qadah edi deganlarmi bor. İbn Zayd mundaq deydi: "O sharob ichadigan qadah edi." İbn Abbas, Mujahid, Qatada, Zakhak va Abdurrahman ibn Zayd qatorliqlar shu chaqda ochliq eng e'tiborli narsa bo'lib, ochliq bu qadah bilan o'lchab beriladi dedi. Shu'ba ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deganligini rivoyat qildi. Podshohning qadahi kumushdan yasalgan bo'lib, ular uningda sharob ichadi. U piyolaga o'xshaydi. Xizmatchilar bu qadahni hech kim sezdirmay Bunyaminning yuktaqining ichiga selib qo'ydi. Ondan xizmatchilarning ichidan bir jakar chiqib, "Ey karvonlar, sizlar cho'qim o'g'ri ekansizlar" deb to'lidi. Ular jakarchiga burilib, "Nimanglarni yo'qitib qo'ydinglar" dedi. Ular podshohning tamoq besilgan qadahni yo'qitib qo'ydik. Ya'ni podshohning ochlik o'lchab beradigan qadahni yo'qitib qo'ydik. Uni tepib kelgan kishiga mukofot uchun bir tuga ochlik beriladi. Men buning kepil dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ular, ya'ni Yusufning xizmatchilari, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukonlardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar dedi. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shunday jazo beramiz dedi. Ular Yusufning ukasining yukini oqtirishdan ilgari ularning yukini oqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukasining yukini qadahni tepib chiqdi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukasini ilib qololmaydi. Lekin Alloh uning shunday qilishini xohladi. Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Sura Yusuf 73, 74, 75, 76 oyat to'g'risida. Ana shu xizmatchilar Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga o'g'irlik bilan tuhmat choplaganda, ular xizmatchilarga Allohning nomi bilan qasamki, sizlar bilasizlar, biz bu yerga buzg'unchilik qilish uchun kelmadik. Biz o'g'ri emasmiz dedi. Ya'ni biz sizlar bilan tanishgandan tortib, sizlar bizning qanday odam ekanligimizni bildinglar. Chunki sizlar bizning yaxshi axloqli kishilar ekanligimizni haqiqatan ko'rdinglar. Bizning xarakterimiz o'g'irlik degan bu sifatni qabul qila olmaydi dedi. Xizmatchilar ularga, agar o'g'ri sizlarning ichinglarda bo'lib qolsa, sizlarning shariatinglarda o'g'rining jazosi nima? Agar qadah yukonlardan chiqib qilib, yolg'onchi bo'lib qolsanglar-chi dedi. Ular, uning jazosi yukidan qadah tepilgan odamni qul qilish. Zolimlarga biz shunday jazo beramiz dedi. İbrahim alayhissalomning shariatida o'g'ri molning egasiga qul qilinib beriladi.
Yusuf alayhissalom bu hiylidan buni ko'zlagan edi. Shunga u onun bir qarindishining yukini aqtirishdan ilgari boshqalarning yukini aqtirishga boshladi. Ondan Yusufning ukasining yukidan qadahni tepib chiqdi. Shuning bilan Yusuf alayhissalom ularning e'tirof qilishi va ularning e'tiqodiga asosan ana bir tuqqan qarindishini ulardan ayirib elib qoldi. Biz Yusufga mushu tadbirni ko'rsatdik. Bu asli ko'zda tutilgan va yaxshi ko'rilgan tadbir bo'lib, uningda hikmat va ko'zlagan manfaat bo'lganligi uchun Alloh taolo uni yaxshi ko'rdi va uningdan rozi bo'ldi. Misr podshohining qonuni bo'yicha Yusuf ukasini ilib qola olmaydi. Lekin Alloh taolo Yusuf alayhissalomning qarindoshlarini o'zlari e'tiqod qilib kelayotgan shariatga Yusufning oldidami bo'ysundirib berdi. Yusuf alayhissalom ularning shariatidagi u hukmni biladi. Shunga Alloh taolo uni madhiyalab mundoq dedi: Biz xohlagan odamni Yusufni ko'targandek yuqori darajalarga ko'taramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi: Allah sizlardan iman etganlar va ilm berilganlarni bir qancha daraja yuqori ko'tardi. Sura Mujadala surasi 11-oyatning bir qismi. Har bir bilimdor ustida uningdanmi bilimdor zot bor. Hasan Basri mundoq deydi: Har bir bilimli kishining ustida uningdanmi bilimli kishi bor. Bilimning cheki hamman bilguchi g'olib va buyuk Alloh taolaning ilkididir. Abdurrazzaq Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi. Ibn Abbosning qishida idiq. U ajoyib hayron qilarlik bir so'zni qildi. Bir odam bu so'zdan bek hayron qilib, Alloh taologa hamd sano bo'lsin-ki, har bir bilimli kishi ustida o'ninmi bilimli kishi bor ekan dedi. Ibn Abbos, sening so'zing nima degan yomon? Alloh hammadan bilimlikdir. U har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir dedi. Sammak Ikramadan Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundoq deganligini rivoyat qildi. Bu onondan bilimlikdir. U onondanmi bilimlikdir. Alloh taolo har bir bilimli kishidanmi bilimlikdir. Ikramamu bu haqda Ibn Abbosga o'xshash tafsir qildi. Qatada mundoq deydi: Har bir bilimdor ustida onondanmi bilimdor kishi bor. Bilimning cheki hammani bilguchi Alloh taolaning ilkididir. İlim Allah Taala tarafidan boshlanib taraldi. Uni olimlar o'rgandi. U oxiri Alloh taolaning dargohiga qaytdi. Bismillahirrohmanirrohim. Agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida: Sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukasi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh undan biladi dedi. Sura Yusuf 77-oyat to'g'risida. Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga uning o'g'irlik bilan tuhmat qilishi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlari Qadahning Bunyaminning yukidan chiqqanligini ko'rgan chaqda, agar u o'g'irlik qilgan bo'lsa, uning qarindishimi, ya'ni Yusufmi ilgari o'g'irlik qilgan deydi. Ular vazirga o'zlarini uningga o'xshab qilishdan aqlab, buning bu ishini buningda ilgari uning qarindishi Yusuf alayhissalom qilgandekla ishdir deydi. Yusuf ularning bu so'zini ichida bildi, lekin ularga ma'lum qilmadi. Yusuf ichida: Sizlarning mavqeinglar eng yomondir. Sizlarning Yusuf va uning ukasi to'g'risida qilgan so'zinglarning yolg'onligini Alloh obdan biladi dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Ali janob zot, onundan ayrılmaydigan bir qari otasi bor. Uning o'rniga bizning birimizni elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz dedi. Yusuf: Xudo saqlasin, narsalarimiz kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Sura Yusuf 78-79-oyat to'g'risida. Qarindoshlarning Bunyaminning o'rniga o'zlaridan biraylarning tutib qilinishini taklif qilishi va bu taklifning rad qilinishi. Bunyaminning tutib qilinganligi muqimlashgan. O'zlarining e'tirof qilish bo'yicha uni Yusuf alayhissalomning qishida qoldirib qo'ydiganligi qarorlashgan chaqda, ular Bunyaminga hissdoshlik qilishga va mehribonlik ko'rsatishga boshlaydi. Ali janob zot, uningdan ayrilmaydigan bir qari otasi bor. U bu bolasini intayin yaxshi ko'radi va bu bolasi orqali yo'qolib ketgan bolasi uchun o'zi tasalli topadi dedi.
Onun o'rniga bizning birimizni elib qolgan. Ya'ni uning o'rniga boshqa birimizni almashtirib, yanada elib qolgan. Biz seni haqiqatan yaxshilik qiluvchilardan hisoblaymiz dedi. Ya'ni sizlarni adil, insofli va yaxshi ish qabul qilgan kishilar deb qaraymiz. Yusuf, Xudo saqlasin, narsalarimiz kimning yukidan topgan bo'lsak, shuni elib qolamiz. Sizlarmi shundoq dedinglar va buni e'tirof qilinglar. Bo'lmasa, ya'ni biz gunohsiz odamni, gunohkor odamni o'rniga elib qolsak, biz cho'qim zolimlardan bo'lib qolamiz dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Ular Bunyaminning o'rniga o'z orasidan birisini elib qilishga Yusufning ma'qul bo'lishidan umidsizlangandan keyin chetrak bir yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ularning cho'ng aytdi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatolig'inglarni bilmamsizlar. Otam menga ruxsat qilmoqchi yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqchi, bu yerdan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilg'uchidir. Sizlar qaytib ketib otanglar bilan ko'rishinglar. Ondan aytinglarki, ey otamiz, sening o'g'ling rostla o'g'irlik qildi. Biz faqat bilgan narsamiz ustida guvohlik beryapmiz. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chog'imizda uni o'g'irlik qilganligini bilmadik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmagan karvondan so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Sura Yusuf 80, 81, 82 oyat to'g'risida. Qarindoshlarning o'zaro maslahat qilishi va ularning cho'ngning maslahati. Alloh taolo Yusufning qarindoshlarining Bunyaminni uning otasiga qaytarib kelishga bergan va'dasi bo'yicha qaytarib ketishi uchun amalsiz qolgan va uni qutuldirishdan umidsizlangan chog'dagi holidan xabar qildi. Ular Bunyaminni o'zlari bilan birga ilib ketishga chorasiz qolganda chetrak yerga berib maxfiy maslahatlashdi. Ya'ni ular kishilardan ayrilib o'zaro maxfiy pichirlashdi. Ularning cho'ngi aytdi: "Uning ismi Robil edi. Ba'zilar uning ismi Yahuza edi" dedi. U o'z vaqtida ular Yusuf alayhisalomni o'ldirmoqchi bo'lganda ularga uni quduqqa tashlab maslahatini bergan edi. U ularga mundoq dedi: "Otanglarning sizlardan qasam qildirib Bunyaminni cho'qim qaytarib kelishga va'da olganligini va ilgari Yusuf to'g'risidagi xatolig'inglarni bilamsizlar. Sizlar ilgari Yusufni otasining ko'zidan yo'qotdinglar. Bu qitim o'zinglarning qandoq bo'lganliginglarni sizlar obdan bilasizlar. Otam menga ruxsat qilmoqcha, ya'ni otam mening qaytishimga rozi bo'lmoqcha yoki Alloh men uchun hukm chiqarmoqcha, ya'ni men qilich bilan o'ldirilmoqcha va yoki qarindishim Bunyaminni qutqarish imkoniga ega bo'lmoqcha. Bu yerdan, ya'ni bu shahardan hargiz ayrilmayman. Alloh eng adil hukm qilg'uchidir." Ondan Robil ularni o'zlari uchun otasining oldida uzr qo'yishi, o'zlarini oqlashi, biz g'aybni bilmaymiz deb yuz bergan ishlardan adojuda bo'lish uchun yuz bergan ishlarni otasiga aynan yetkazishga buyurdi. Biz g'aybni bilmaymiz. Ya'ni sana va'da bergan chog'imizda uni o'g'irlik qilganligini bilmadik. Qatada va Ikrama bu oyat haqida mundoq deydi: "Biz sening o'g'lingning o'g'irlik qilganligini bilmaydik." Abdurahmon ibn Zayd mundoq deydi: "Uning bizdan yoshirin bir narsa o'g'irligini biz bilmadik. Biz faqat o'g'irning jazosi nima deb so'raldik. Biz turgan shahardan, ya'ni Misrdan va biz bilan bilmagan karvondan so'rab baqqan. Ya'ni ulardan bizning rost so'zlaganligimiz, ishonchli ekanligimiz, Bunyaminni qo'g'daydiganligimiz va himoya qilganligimiz haqida so'rab baqqan. Bizning so'zimiz cho'qim rost. Bunyaminni o'g'irlik qilganligi uchun ularning uni ilib qolganligi haqidagi biz sana aytgan so'zlarning hammasi rostdir." Bismillahirrohmanirrohim. Yaqub aytdi: "Bundoq emas, nafsinglar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroylicha sabr qilaman. Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqanda qilib berishini Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab, ikki ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni ikki ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan achchiqini ichiga yutgan edi.
Ular Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, hasratdan halok bo'lishga tas qildigan yoki halok bo'lgan bo'lding dedi. Yaqub aytdi: "Men qayg'u-hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman." Sura Yusuf 83, 84, 85, 86 oyat to'g'risida. Yaqub alayhissalomning javobi va bu ichinishli xabarni anglagandan keyingi ahvoli to'g'risida. Yaqub alayhissalom xuddi ularga Yusuf alayhissalomning ko'ngligini yolg'on qonga bo'yab kelgan chaqda aytganga o'xshash bu qitimni ularga mundoq dedi: "Undoq emas, nafsonlar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman." Muhammad ibn Ishoq mundoq deydi: "Ular Yaqub alayhissalomning qishig'iga kelib, bo'lib o'tgan ishlarni uningga so'zlab bergan chaqda, u ularni Bunyaminga Yusufga qilgan ishga o'xshash ishni qildi deb gumon qilib, ularni qoralab mundoq dedi: "Undoq emas, nafsonlar sizlarga bu ishni chiroyli ko'rsatdi. Men faqat chiroyli tasavvur qilaman. Ya'ni Alloh taolaning Bunyamin va Robil qatorliq 3 o'g'limni qaytarib berishini umid qilaman." Ba'zi tafsirshunaslar ularning bu qilmishlari ilgari qilgan qilmishlariga o'xshab ketganligi uchun Yaqub alayhissalom ularga qarta shundoq deganlik edi. Robil bu ishda Alloh taolaning amrini kutib, uningdan otasining rozi bo'lib, uni qaytib kelishga buyurishini yoki qarindoshi Bunyaminni yo'shiricha elib qaytishini saqlab, Misr diyorida qolgan edi. Shunga Yaqub alayhissalom mundoq dedi: "Ularning, ya'ni 3 o'g'limning hammasini menga darqamta qilib berishini Allohdan tilayman. Alloh haqiqatan mening holimni bilib turg'uchidir. Hamma ishlarida, hukmlarida oldin ola o'rinlashtirishida hikmat bilan ish qilg'uchidir." Yaqub ulardan yuz o'rib, "Est Yusuf" dedi. Ya'ni u o'g'illaridan yuz o'rib, Yusuf alayhissalom uchun chekayotgan ko'na hasratini eslab, "Est Yusuf" dedi. Uning bir o'g'lining qayg'u hasratiga, ya'ni 2 o'g'lining qayg'u hasrati qo'shildi. Abdurazzoq Sufyan Usfurdan Said ibn Jubayrning mundoq deganligini rivoyat qildi: "Istirja o'qish. Biror musibat yetganda har qanday bir musulmonning inna lillahi va inna ilayhi rajiun deyishi istirja o'qish deb ataladi. Muhammad alayhissalomning ummatidan boshqa hech kimga berilmagan." Yaqub alayhissalomning so'zini angladinglarmi? U istisib dedi. Qayg'udan ko'p yig'lab 2 ko'zi oqarib ketdi. Ya'ni 2 ko'zi ko'rmas bo'lib qoldi. U to'lib toshgan achchiqini ichiga yutgan edi. Qatada va boshqalar Yaqub alayhissalom hasratini ichiga yutib, hech bir maxluqqa shikoyat qilmay yurdi dedi. Zakhok u qattiq hasratga cho'kkan edi dedi. Shu chog'da Yaqub alayhissalomning o'g'illarining ichida og'rib, uningga mehr shafqat ko'rsatib, Allohning nomi bilan qasamki, sen Yusufni yod etaverib, ya'ni Yusufni aslashdan voz kecholmay, hasratdan halok bo'lishga tas qildigan, ya'ni ojizlashib ketadigan yoki halok bo'ldigan bo'lding. Ya'ni agar bu holat senda davom qilaversa, biz sening halok bo'lib ketishingdan qo'rqamiz dedi. Yaqub alayhissalom ularning bu so'ziga mundoq javob berdi: "Men qayg'u-hasratimni faqat Allohga aytaman. Allohning bildirishi bilan sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Ya'ni hamma yaxshilikni yolg'iz Alloh taoladan umid qilaman." Ibn Abbos bu oyat haqida mundoq dedi: "Ya'ni Yusufning tushining rost ekanligini bilaman. Alloh taolo bu tushni cho'qim amalga oshirdi